Ramazon oyining so'nggi 10 kunligidagi narxlarni tanishtirib o'taman. Juda ham chegirma arzon narxda bo'lib ketdi telefonlar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Xudo xolasa manfaatli va juda ham chiroyli video bo'ladi. Bo'lmasam boshladik. Men birinchi bo'lib chegirmaga tushgan telefonlarni tanishtirib o'tishni boshlayman. Qo'limda Note 10 telefoni 12+8 operativga, jami hisobda 20 operativga 256 xotira bo'lgan bu telefon. Titanium korpus qaranglar. Juda ham zo'r. Qirilsa ham, shilinsa ham ancha munchaga bilinmaydi. Bu telefonni hozirgi bozorda sotayotgan narximiz ideal tiniq holatdalari 165-170 dollargacha sotilyapti. Men buni sizlarga juda ham arzon narxda taklif qilaman. Buni narxini atigi 125 dollarga men sizlarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmat ichida bepul yetkazib beraman. Ekranlari ham tiniq toza bo'lib turibdi. Hech qanaqa mana pechatlari yo'q, ko'rsalar ham bo'ladi. Juda ham idealni yaxshi holatda. Orqalarida lekin sal g'ilobli izlari chiqib qolgan, ishlashiga hech qanaqa aloqasi yo'q. Bunaqa telefonni 125 dollarga menimcha juda ham zo'r narx. Bundan keyingi telefonimiz yangidek holatda kelgan A56 telefonimiz. Mana silver rangidan bor. Garantiyalari 1 yil garantiya servisiga ega bo'lgan, 8 ga 128 xotira, ikkita sim kartali Vietnam versiyasi mana qo'limda turibdi. Korobka dokument, ideal tiniq holatda. Buni men sizlarga do'stlar narxini chegirma narxda 255 dollarga qilib beraman. A56 yangidek korobka dokument. Hozir aloqaga chiqinglar. Xudo xolasa yetkazib beramiz. Budjetning arzon telefon xohlayotganlarga Itel modelimiz bor. iPhone dizayn ko'rinishida. Bu ko'rinish iPhone 12 Pro Max eslatib yuboradi do'stlar. Ko'rinishida mana ko'rsalar ham bo'ladi. Bu telefonni atigi 585 ming so'mga xarid qilsalar ham bo'ladi. Xotirasiga keladigan bo'lsak, 128 xotirali bu telefonimiz 585 dollarga iPhone ko'rinishida mana bunaqa arzon telefonlar ham bor. Bizdan bemalol xarid qilsalar ham bo'ladi. Bundan keyingi telefonimiz A22 5G telefoni ham bor. Budjetli telefon xohlaganlar uchun bu telefonimizning narxi 788 ming so'm ga xarid qilsalar ham bo'ladi. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ichida bepul jo'natib beramiz. 128 xotirali bu telefonimiz ham. Orqalarida sal g'ilobli izi chiqqan, lekin garantiyalari bor. Ekranlari toza, pechatlari yo'q. Maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Budjetli versiya. Bundan keyingi telefon Redmi 14C 8 ga 256 xotira, batareykalari ham 5000 mAh. Ko'rinish dizaynan ham juda ham chiroyli va yorqin. Bu telefonni men sizlarga 1.230.000 so'mga O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ichida bepul yetkazib beraman. Xo'p, do'stlar, bundan keyingi telefonimiz Samsung S20 chegirma narxda. Mani Instagram va Telegramda kuzatib borsalaring, Instagramga mana shu telefonni atigi 100 dollarga qo'yganman. Instagramda bizni qo'llab-quvvatlab Samsung so'zini yozib qoldirib, bir haftadan keyin shu telefonni 100 dollarga olib bo'lishingiz mumkin. Bizni kuzatib boringlar. Bundan-da qiziq videolarni sizlarga ko'rsatib boramiz, xudo xolasa. Qo'limda S20 telefoni 12 ga 128 xotirali, 8 yana qo'shimcha operativkasi ham bor. Bu telefonni mana ekranlarda hech qanaqa dog'lari yo'q. Tonirovka laminatlargacha qo'yib qo'yilgan. Bu telefonimiz Koreyadan kelgan, imekalari ofitsanli o'tgan. Men bu telefonni o'sha g'olibimizga 100 dollarga berib yuboraman. Undan keyingi telefonimiz Samsung Galaxy S20 Plus. Snapdragon prosessorli, juda ham o'ta kuchli bo'lgan telefon. Maza qilib ishlatsalar ham bo'ladi. Buni 3 xil ranglisi bor menda. Qo'limda mana blue rangini 178 dollar qilib beraman. Holatlari yaxshi holatda, ekranlarda pechat yo'q, faqat lekin sal g'ilobli izi tepasida chiqib qolgan. Buni narxi 178 dollar. Narxi ham shunga yarasha arzon. 12 ga 256 xotira. Qo'limda blue ranglisini 195 dollar qilib beraman. Idealni tiniq sostoyanida va mana bunaqasi o'ta ham noyob kam keladi. Ikkita sim karta, bitta sim karta, bitta eSIMni poddeshka qiladi bu telefonimiz. Xotirasi 12+8 128 xotirali bu telefon, bitta sim karta, bitta eSIM. Mana idealni yangidek bo'lib turibdi, o'ta ham zo'r. Buni narxini men sizlarga 198 dollar qilib beraman. Yangidek bo'lib turibdi, qora ranglisi juda ham kam. Bundan keyin ko'p so'raladigan telefon Note 10 Plus. Opitsanli imekalarda o'tgan 100% rastamoshga holatini qaranglar. Sarafan plyonkalarigacha olinmagan. Zavatskoy yangidek bo'lib turibdi bu telefon. Bunaqasi juda ham kam. Xotirasi 12+8 RAM. 256 xotira, yangidek bo'lgan bu telefonni men sizlarga 205 dollarga O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmat ichida bepul yetkazib beraman. Bundan keyingi telefon S20F. Batareykasi baquvvatroq bo'lsin, bemalol menga bir kunga yetib berish kerak desalaring, mana men sizlarga S20F telefonni xarid qilishlarini so'rayman. Batareykasi 4.5 mAh, xotiralari 6+6 128 xotira, imekasi ofitsanli o'tgan, narxi 168 dollar. Bundan keyingisi Samsung Galaxy S22 lari men sizlarga chegirmada xarid qilishlaring uchun taklif qilaman. Samsung S22 lar hozirgi bozorda eng kamida
260-270 sotishyapti. Men buni sizlarga do'stlar O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ichida bepul chegirmada $255 idealni yangidek holatdagini qilib beraman. Xotirasi 8 ga 256 Snapdragon prosessorlari bilan jihozlangan juda ham kuchli telefon. Xarid qilsalar ham bo'ladi. Bundan keyingi telefonimiz Samsung S10 5G. Juda ham ko'p so'raladigan talabgir telefon. Imekalar ofitsialniy rastamojka bo'lib o'tgan, root bo'lmagan. Bu telefonlar bank ilova hammasini bemalol o'qiydi. Qaranglar, qahva rangda idealniy yangidek holatda bunaqalar juda ham kam keladi, lekin Gold Mobile'da mana bunaqa tiniq ideallari bor. Buni narxini men sizlarga $175 qilib beraman. O'zbekiston bo'ylab dastlabki xizmati ichida bepul yangidek bo'lgan holatdasini bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. S20 ultralarimiz ham juda ham idealniy tiniq sostoyaniyada bo'lib turibdi. Qora ranglisi bunaqasi juda ham kam, lekin Gold Mobile'da bor. Hozirroq aloqaga chiqib bizdan xarid qilsalar ham bo'ladi. Narxini $248 dan qilib beraman. S21 Ultra ham bor bizda. Buni narxi $308 qilib beraman. Qora rangli idealniy sostoyaniyada bo'lib turibdi. Bundan tashqari juda ham telefonlarimiz ko'p do'stlar. Endi men sizlarga iPhone modellarini ham tanishib o'taman. iPhone'larimiz ham chegirmaga tushgan. Birinchi bo'lib iPhone versiyasidan iPhone 13 Pro larni men sizlarga tanishib o'taman. Korobka dokument yo'nkislari 89-90 yonverida 2 imeka sim kartalarigacha o'tgan. Mana amerikanskiy elelar. Bu telefonlarning narxini men sizlarga $408 dan qilib beraman. Bularda hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q, lekin servisnoy original ekran almashgan $408. Hech qanaqa ekrani almashmagan holati idealniy hamma yo'q родной bo'lsin desalaring 85 yomkiz, regioni Rossiya region, imekalar ofitsialniy o'tgan bu ham. Holati zo'r holatda bo'lib turibdi. O'ta idealniy, birorta qirilgan, shilingan joyini ko'rmadim. Yangisi qanaqa bo'lsa shunaqa holatda bo'lib turibdi. Buni narxini men sizlarga $445 qilib beraman. Mana shunaqa yangidek korobkali holatdasini 13 Pro da do'stlar. 256 xotiraligi ham bor. Yonkislari 89, 2 imekasi ham o'tgan. Buni narxini men sizlarga do'stlar chegirmada $449 qilib beraman. Bunaqa narx menimcha 13 Pro 256 talaga juda ham kam topsangiz bo'ladi. Tem bo'li hech qanaqa aybi nuqsoni yo'q. 92 yonkisli mana, yonkisi baland bo'lsin desalaring, 2 imekasi ham o'tgan. Qo'limda mana Koreya region va bunisi amerikanskiy elelar region. Bitta sim karta, bitta sim poddeshka qiladi. 2 imekalar ofitsialniy o'tgan, holatlari yangi qilt bo'lib turibdi bu telefonlar. Tiniq o'tda ham O'zbekistonda hali ishlamagan. Bunaqa idealnisi juda kam. Buni narxini men sizlarga do'stlar $440 dan qilib beraman. 92 yomkiz. Ichida stiklolarni bepul bonusga qo'yib beramiz. Oq ranglisi ham bor hattoki 13 Pro larda juda ham idealniy sostoyaniyada. Undan keyingisi iPhone 13 da o'zi ham juda ham ommabop, eng ko'p so'raladigan telefonlardan biri. iPhone 13 blue ranglisi qo'limda turibdi. Qaranglar, tiniq sostoyaniyada, yomkisi batareykalari 82, holatlari yangidek holatda, 2 imekasi ham o'tgan. Narxi $308. Shoshilinglar, bir dona bor xolos bunaqasidan. Keyingi telefon 13 da 256 xotiraligini qidirayotgan bo'lsalaring, mana shunaqasidan bor. Yomkis batareykasi ham 91 yoki 92 edi. 90 dan tepa xullas. Narxi $365, 256 taligi. 12 Pro'imiz $299 ga, 90 dan tepa 128 xotiraligini men sizlarga qilib beraman do'stlar. Bemalol aloqaga chiqib biz bilan bog'lanib xarid qilsalar ham bo'ladi. iPhone 14 Pro'lar ham chegirmaga tushgan. 128 talik mana bunaqa hozirgi rang trendda bo'layotgan rang. iPhone 17 Pro da mana silver rangi trendda bo'lgandan keyin oq ranglar juda ham ko'p so'raladigan bo'lib qoldi. Hozir mana oq rangi qo'limda turibdi. Buni narxini men sizlarga juda ham arzon narxda $488 qilib beraman. 2 imekalari o'tgan, holati yangidek, tiniq holatda bo'lib turibdi. Batareyka yomkislari ham o'ziniki родной, idealniy sostoyaniyada. Xo'p. Oq ranglilari nechta destalaring 128, 256 taliklari bor qo'limda. Bemalol aloqaga chiqsalaring, xudo xolasa qilib beraman. 256 taliklarni hattoki bizda 92 yomkisliklarigacha bor qo'limda. Narxlari $550 gacha chiqadi. Bizda xarid qilsalaring bo'ladi 256 taliklarini. iPhone 13 Pro Max'larimiz ham idealniy tiniq sostoyanalari bor. Mana yomkis batareykasi hattoki 92 liklarigacha bor, 83 dan 92 gacha bizda bor. Bularning narxi $499 chiqadi. 2 imekasi ham o'tgan. Endi men sizlarga iPhone 12 ni narxida
12 Pro narxida 12 Pro Max tavsiya qilaman. Bu telefon yomkis batareykasi qaranglar 91, o'ziniki radnoy. Bunaqasi juda ham kam, noyob. Men sizlarga bonusiga bitta stiklo g'ilofini ham bepul qo'shib beraman. Ha, narxini sizlar o'ylagandan arzon aytsam, bitta like bosib qo'yinglar. Narxi $355. Mana bunaqa 91 yomkisligi. Bir dona bor qo'limda, shoshilinglar. O'zbekiston bo'ylab aytib o'tgandek dastlabki bepul $355 ga iPhone 12 Pro Max bemalol bizdan xarid qilsalaring bo'ladi, do'stlar. Xo'p, bundan keyingi telefonimiz iPhone 12 Pro Max dan keyingisi mana iPhone 17 Pro'lar hozirgi paytda yangilari juda ham bozorda kam, noyob bo'lib turibdi, lekin bizda eng hadovoy bo'lgan ranglari hamma rangidan bor, do'stlar. iPhone 17 Pro silver ranglarini bemalol bizdan xarid qilsalaring bo'ladi. iPhone 17 Pro silverlari $1500 bo'lib turibdi hozirgi narxlarda. Pro Max'lar narxi 1600 bo'lib turibdi. Bemalol aloqaga chiqib, bizga bog'lanib xarid qilsalaring bo'ladi. Honor X9D 5G batareyka jihatidan bunga yetadigan hozir chiqqan yo'q. Baquvvatligi ham juda ham baquvvat. 1 yil garantiya kafolatiga ega bo'lgan bu telefonni men sizlarga do'stlar narxini firma narxidan ham hattoki arzon qilib beraman. Shoshilinglar. Faqat bir kun $328 ga sizlarga qilib beraman. Bir dona bor. Yangi pochka ochilmagan $328. A56 telefonlarimiz ham bor qo'limda mana. X Plus 128 xotirali 1 yil garantiya servis kafolatiga ega. Bularning narxini ham $328 qilib beraman. Kommentariyada izoh qoldiringlar do'stlar. $328 ga Honor olamiz yoki A56. Bizda Gold Mobile'da juda ham zo'r tanlovlar bor. Bundan da qiziq videolarni o'tkazib bormasligingiz uchun bizga obuna bo'lib qo'yinglar. Xudo xolasa keyingi videolarda qaysi telefonlarni aytib o'taylik do'stlar. Kommentariy yozib qoldiringlar. Sizlarga bundan da qiziq ma'lumotlarni xudo xolasa qo'yib boramiz.